Assalomu alaykum. Instagram ishqibozlari, mana bu darvozamizni o'z joyiga olib o'rnatib berdik. Bu darvozamizni Qashqadaryo viloyatiga olib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz 2 akkali o'sha zamonaviy eng hadovoyli darvozamiz. Ikkala testa qildik. Shunqali bo'lib chiqyapti. Zamoklarimiz zubur zamokdan bo'lyapti. Buni razmerlarini aytib o'tsak, eniga 3.5 bo'lyapti, bo'yiga 3 metrli bo'lyapti. Stoykalarimiz 8x8 bo'lyapti. Mashina kiradigan qismiga shviller qo'yib berdik. Profillarimiz 1.5 sinkali bu. To'g'rida juda chiroyli bo'ldi. Buni 1 kvadrat metrini 950 ming so'mga o'rnatib berdik. Dastlabki hamma yo'l ichida bo'lyapti. Tevasiga shunday kazirok o'rnatib berdik. Mana ichki tomonlari. Buni razmerlari eniga 4.20 bo'lyapti, uzunasiga 8 metrdan. Shunda 1 kvadrat metrini 320 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Qorlarimiz 4 metr bo'lyapti, arkalarimiz 4.2 dan bo'lyapti. Tunikani qoplab beryapmiz, shunda 320 ming so'mga bo'lyapti. To'g'rilashadi. Darvozalarimiz orqa tomonida ko'rinishlari. To'g'rilashadi, chiroyli tekislar bo'ldi. Kimgadir shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilaverasizlar. Doim xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.